Bugun Andijon shahriga respublikamizning barcha hududlaridan turli xil kasb vakillari yig'ilgan sababi bir necha daqiqalardan so'ng World Skills Andijon 2025 milliy kasblar chempionati start oladi. Chempionatning ochilish marosimida rasmiylar, soha vakillari, turli ta'lim muassasalari rahbarlari hamda yuzlab yoshlar ishtirok etdi. 4 kun davom etadigan chempionatda ishtirokchilarning kasbiy mahorati, amaliy tajribasi va zamonaviy yondashuvlari ekspertlar tomonidan baholanadi. Ayni vaqtda chempionatda oshpazlik, davolash ishi, sartaroshlik va turli xil kasblar bo'yicha bellashishmoqda. Bundan tashqari modalar texnologiyasi, tibbiy va ijtimoiy g'amxo'rlik, yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish kabi umumiy 6 ta yo'nalishda ishtirokchilar sinovdan o'tkaziladi. Tadbirning asosiy maqsadi yurtimizda kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish, yoshlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Eslatib o'tamiz, ushbu chempionatda g'olib bo'lganlar Xitoy davlatida o'tkaziladigan jahon chempionatida ishtirok etadi. Mushtariboni Odilbek va Sarvarbek Zuhriddinov Flash daqiqa uchun maxsus tayyorlandi.